To'ydan oldin kim nima deb va'da bergan? Umrimni oxirigacha sevaman, ardoqlayman, hech kimga xafa qildirib qo'ymayman, ko'zingdan yosh oqizmayman, nimadirlarni olib beraman, qayerlargadir olib boraman, ha? Kim nima deb va'da bergan? Esingizdan chiqarmanglar, va'daga vafo qilish kerak bo'ladi, chunki va'da bu qarz. Kim bajarmasa, hisob-kitobi juda ham og'ir bo'ladi. Hurmatli uylanmagan bo'ydoq ukalar, e'tiborga olinglar. Qo'linglardan keladigan narsalarnigina va'da qilinglar. Bo'lmasam o'zingizga qiyin-da. Uylanib bo'lgan, va'dalarni berib bo'lgan, faqat hali bajarmagan akalar, iltimos. Tirik paytda bu narsalarni tezda bajarib qo'yishlik kerak. Hozircha imkoniyat bor bu narsalarni bajarishga. Keyinchalik o'xshamay qolsa, hisob-kitobi, javobi juda ham og'ir bo'ladi. Endi nimadirlarni va'da berib bo'lgansiz endi. Endi orqaga qaytib bo'lmaydi. Faqatgina bajarish kerak. Kim nima deb va'da bergan? Yozinglar kommentariyaga.